Sharqi Turkistonda atalmış kasbiy tarbiyalash markazlari Uyg'ur yozuvchi va adiblarni nishon olmoqda. Eng yangi uchurlarga asoslanganda Uyg'ur adabiyotidagi yorqin namunalardan biri bo'lgan yozuvchi Abaydullah Ibrohim Xitoy soqchilari tomonidan tutqun qilinib, turmaga tashlangan. Abaydullah Ibrohimning Urumchidagi bir lagerga qamalganligi, lekin aniq o'rnining noma'lum ekanligi bildirildi. Sharqi Turkiston Majlisi raisi Sitim Turk boshchiligidagi bir hay'at Indoneziyada ziyorati bo'lmoqda. Sitim Turk Indoneziyadagi eng chong islom jamoatlaridan biri bo'lgan O'lima va yosh ziyolilar kengashining raisi Zaytun Rasman va bosh katibi Bashtar Nasir bilan ko'rishib, Sharqi Turkiston masalasini konkret shaklda tunishtirdi. O'tgan yili 12 oyda Indoneziyada 1 million kishi ko'chaga chiqib namoyish o'tkazib, Xitoyning Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchiligini ayblagan edi. Shuning bilan birga 10 yanvar Bengaldagi musulmonlar Sharqi Turkistondagi Xitoy zulmiga qarshi namoyish o'tkazdi. Tanarkat kiyimlari ishlab chiqaradigan Amerika Bajir tantarbiya kiyimlari shirkati Sharqi Turkistondagi Tayda shirkatining zavodlarida lagerga qamalgan Uyg'urlarni ishlatganligi sababli bu shirkatning mollarini sotib olmaslik qaror chiqardi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Lukan Amerika shirkatining qarorini afsuslanarli bir ahvol deb baholadi. U yana Xitoyning turmalardagi mahbuslarni majburiy emgakka selishning qo'l uzgili uzun bo'lganligini aytdi. Yaponiya Davlat bexatarlik komiteti va ishki kabineti F-35 setilish planida buningdan burun ma'qullangan 42 dona F-35 ga yana 105 dona qo'shib elish qarorini tasdiqladi. Buning bilan Yaponiya jami 147 dona F-35 urush aeroplanini zakaz qilib, F-35 ning eng chong xalqaro mushtarisi bo'ldi va bir qatimda eng ko'p zakaz qilgan davlatga aylandi. Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo'ning Amerikaning Suriyadan askar chekindirish haqida qilgan so'zi diqqat tortdi. Pompeo, Donald Trump Suriyada yangidan harbiy sohada ta'sir shakllantirishni o'ylashmoqda. Buningga kerak qilmasligini umid qilaman. Davlat xavfsizlik maslahatchisi John Boltonning Turkiya ziyoratidan burun Trump Twitter hisobida Suriyadan belgilik bir suratda ayrilganligini bildirgan edi.